Hürmetlik savaqdaşlar, ata-analar, ustozlar. Hammalarning Cumhuriyet bayramlari mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yürekler nima uchun o'zgacha so'qidi. Bugün ko'zlar nemishqa unsiz yosh to'kidi. Chunki bugün ana vatanimiz Sharqiy Turkistonda ikki qatim Cumhuriyet kurulgan tarihi gün. Bugün Zenger Asmanның bir partisidek lapildigan bayroqning tunji ret ko'k ko'tarilgan xotir kuni. Ay yulduzluq ko'k bayroq, qahramon atalarimiz, qaysar onalarimizning qon kechib, jon berish badiliga qo'lga kelgan va Sharqiy Turkistonning güzel ruhsarga o'ralgan hürriyet hijabidir. Ey güzel Sharqiy Turkiston, kendi qalla tökülgen mehirlik makan, sen mustemlik emassan. Qatmuqat zulüm dastidin bağrın titmi bo'lgan taqdirdimi qadding bukilmay mazmut tursan. Zulüm o'tida kuyib yüzün qapqara bo'lgan taqdirdimi ko'zlaring xiralashmay nurlanib turdi. Chunki raqiblar sening jismingga tig' tekkizganligini bilan ruhingga chang solamagan. Tilingga hujum qilgan bilan dilingga bosib kiramagan. Ey güzel Sharqiy Turkiston, sen burun mühür idin, keyin mühür bo'lsan. Chunki Allah'ның dinini üstün qilgan zimin hür zimindir. Sen burun mu pak idin, keyin mu pak bo'lasan. Çünkü Allah'a secde kılıngan zemin pak zemindir. Ey güzel Sharqiy Turkiston, ismi cismiga layık aziz toprak. Sen Uyg'ursiz emassan. Beg'ubar sabiladin oqsoqol mo'ysifitlargacha hammasining yuragi hurriyat deb so'qidi. Mustaqillik deb döpüldeydi. Azatlık deb yulqinidi. Biz seni çokum azat kılımız. Seni azat kılınımız, kişendeki akıllarımızda azat kılınımızdır. Seni kutuldurgunumuz, bağlaktaki anılarımızda kutuldurgunumuzdur. Seni hür kılınımız, kulga aylangan perzatlarımızda hür kılınımız. Biz bunu obdan bilimiz, hem bildirimiz. Biz bunu ebedi unutmayımız, hem unutturmayımız. Amalar rahmet. Eslatlaydım. Bizninki bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qarindoshlarimiz xilofat, ya'ni 1924-yili mush Turkiyada islom xilofati oyoqlashib, yer sharida tunji bo'lib Islom Cumhuriyeti qurilgan bir davlat. Yani biz bu ajdodlarimizdan faxrlanishimiz kerak. Xilofat tugagandan keyin tunji bo'lib Islom Cumhuriyeti deb Qur'oni Karimni, hadis Rasulullah'ni o'ziga qiblinoma va qonun qilib qurilgan bu davlat Allohning kunlaridagi eng ulug' kunlarning birisi. Shuningga Alloh nima deydi? Va zakkirhum bi ayyamillahi Muhammad alayhisalom. Sizlar insonlarni, bu mu'minlarni Allohning kunlari bilan eslasizlar, ya'ni xotirlasizlar deydi. Biz mana shunday bir kunni xotirlayapmiz qarindoshlar. Biz Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetininki 4 prinsipini hammamiz bilamiz. İslamiyat, azadiyat, ukhuvat, hürriyet. Mana bu dal adalet. Adalet, İslamiyat, ukhuvat, hürriyet. Mana bu Qur'oni Karimning eng muhim qimmat qarashlari va o'ttirib qo'ygan prinsiplarining biri. Shuning uchun biz bu kunlarni nihoyat yaxshi qutlashimiz kerak. İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve la udvana illa alal zalimin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey Allah, sizge cheksiz hamd sanolar bo'lsin ya Allah. Ey hammaga qodir, hammadan ulug', hammadan katta, boshlanishi yo'q, oxirishi yo'q. Ey Rabbim, bizninki gunohlarimizni afv qilgin ya Allah.
Ey Allah bizning gunohlarimizni afv qilgin ya Allah. Ey Allah şu Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin quruş jarayonida şehit bo'lgan şehitlerimizden makamını âli qilgin ya Allah. Şu yolda küreş qilgan, tirishqan barliq jangchilarimiz ve küreşcan ecdatlarımızın yolunda mangal nasip qilgin ya Allah. Ey Allah, şu İslam Cumhuriyeti'ni devletimizde ikinci qatam Şərq Türkistan tupruluq qurg'ul nasip qilgin ya Allah. Ey Allah, şu devletinin bizning qo'limiz bilan qurg'ul nasip qilgin ya Allah. Ey Allah, bizni devletsiz ve imansız qo'ymagin ya Allah. Ey Allah, şu vatanimizdeki mescitlerinin mezillerden azanның çıkışıga, munalardan azanның sadası yangrışıga, bayraklarımızdan Şərq Türkistan'ın tuproq tikilişine nasip qilgin ya Allah. Ey Allah, şu topraklarda sen razı bo'lg'dak Müslüman, akidelik, İslami hayat yaşayalım nasip qilgin ya Allah. Bizni bu chet ellarda sarson, vatansiz, urug' tuqqansiz, tuproqsiz, millatsiz qo'ymagin ya Allah. Ey Allah, şu yolda ya g'olib bo'lib tajovuzlarni qo'g'lab chiqag'ili, yoki şu yoldan ezib ketmay, tezib ketmay, jiroqlashib ketmay, shahid bo'lg'il nasib qilgin ya Allah. Ey Rabbim, bizni bu chet ellarda xoni vayron, xori zabun, bichora, musafir holat ketgil nasib qilgin ya Allah. Ey Allah, şu İslam devletimizden ikinci qatam qayta qurg'il bir nasib qilgin ya Allah. Ey Allah, bizning şu yolda o'tkazib qo'ygan xatoligimizni kechirgin ya Allah. Ey Allah, bizga bu muhaciratdagi Şərq Türkistanlıqlarga ittifoqlik, qarindoshlik, mehr muhabbatni ato qilgin ya Allah. Kimki bu qarindoshlikni buzishga niyat qilgan bo'lsa, yomon niyat qilgan bo'lsa, sen uningga o'zing kifoya qilgin ya Allah. Sen uningga o'zing kifoya qilgin ya Allah. Ey Allah, bu musulmon qarindoshlarımızdan birlashib, hamkorlashib, bir yandan qo'l chiqarib, ya Allah, bir yoqidan bosh chiqarib, bir ittifoq, bir ruh, bir jasad ittifoq bo'lg'il nasib qilgin ya Allah. Ey Allah, şu zalim kommunistlarni san qo'ydik ya Allah. Sen ularga yetsan ya Allah. Sen ularni qanda xohlasan, qaysi shaklda xohlasan, qachon xohlasan şu zamanda halok qilgin ya Allah. Ya Allah, biz senin hikmetingning nima ekanligini bilmaymiz ya Allah. Ammo şu turmidagi qarindoshlarımızga, och singlarimizga rahim qilgin ya Allah. Shularning iymonini, e'tiqodini saqlab qolgin ya Allah. Ya Allah, shularning zolimning zulm ostida iymondan, islomdan yenib ketishiga nasib qilgin ya Allah. Ey Allah, biz bu chet elda yashayotgan Uyg'ur musulmonlarni, Şərq Türkistanlarni o'z mas'uliyatini tunaydigan, o'zining dinining qimmatini biladigan, vatanning, millatning qadr qimmatini biladigan, angliq, saviyalik, bilimlik musulmonlardan bo'lishini nasib qilgin ya Allah. Ey Allah, şu amin deyotgan farzandlarimizdan har birisining Şərq Türkistanlik mustaqillik yo'lida bir xolis fidoi askar jangchi bo'lishini nasib qilgin ya Allah. Ey Allah, 99 ismin sifatining haq hurmati bilan so'raymiz ya Allah. Bizning dunyo oxiratligimizni yaxshi qilgin ya Allah. Ey Allah, şu mustaqil davlatimizning ikinci qatam qurilishiga nasib qilgin ya Allah. Tacavuzchilarning ustidan g'olib kelgidek aql, farosat, bilim, kuch, quvvat va iymon ato qilgin ya Allah. Bizni o'zimizga tashlab qo'ymagin ya Allah. O'zimizga tashlab qo'ymagin ya Allah. Ya Allah, qan dualarimizni ijobat qilgin ya Allah. Bizni quruq qo'l qaytarmagin ya Allah. Bizni ya Allah, şu zalimlarning ustidan g'olib kelgidek bizga sabablarni ato qilgin ya Allah. Bizga yo'llarni ochib bergin ya Allah. Bizni ıslah qilib bergin ya Allah. Ve bizning ıslah bo'lishimizni nasib qilgin ya Allah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
Uyg'ur farzandi. Vatanim Sharqiy Turkiston. Dinim Islom. Tumurumdagi tuz bitmas. Jangovar bahodir ajdodlarimning qini. Yo'lim Qur'on yo'li. Kuchim ajdod ruhi. Men Uyg'ur bo'lish sifatim bilan barliq zihnan kuchim, imkoniyatim va tirishchanligim bilan vatanimni mustaqil qilish, millatimni hurlikka erishtirish, dinimning sharafini qo'g'dash va yuksaltirish. Yo'lda makon, zaman, shart sharoit nima bo'lsa bo'lsin, adoqcha ko'rish qilman va jonimni fido qilman. Dinimga, xalqimga, tuprog'imga, tilimga, bayrog'imga, madaniyatimga va ajdodlarimning asl ruhiga mangu sodiq bo'laman. Har kunimda, har qadamimda haq va adolatni yaqinlayman. Tirishchanlikni, samimiylikni, fidokorlikni o'zimga mezon qilman. Qalbimda iymon, tilimda Qur'on, qo'limda bayroq, kelgusim parlaq. Ey yurtimiz, olsun feda bu canımız. An küçük hem can büyük, ağır kurtuldan da seni. Kurtuluşta kalbimizde var idi imanımız. Atalarının kenleri öçmeydi o tarih bitirdi. Nesli hali cenge var, göz olun evladımız. Çıktı can hem aktı kan, oldu yavdın el aman. Yaşasın düşünmesin güzel istikbalimiz. Yaşasın, yaşasın, parlansın istikbalimiz. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Biz bu qisqa faoliyatimizni o'sha yerda oxirlashtirdik ekanmiz. Hamda davlatninki naqadar muhimligini Uyg'urlarga so'zlash ketmaydi. Bizningki kitoblarimizda ustozlarimizning so'zlaridimi davlat qurish nihoyatda musulmonlar uchun muhim ekanligi ta'kidlangan. 1000 yil burun yashagan olimimiz shunday deydi. Davlat qurish musulmonlarga vojiblarning vojibi, ya'ni farzlarning farzi. Chunki sen davlatsiz ya dinin din bo'lmaydi, ya dunyoliqing dunyo bo'lmaydi deb Ibnul Qayyim Javziy rahmatullohi alayhi shunday fatvo bergan qarindoshlar. Hamda farzandlarimiz abiya irodnomasini, ya'ni bizning o'quvchilarimizning irodnomasini bildirdi. Men bir Sharq Turkistonlik bir farzand, bir o'quvchi bo'lib sifatim bilan Sharq Turkistonning mustaqillik yo'lida tirmishib, qat'iy iroda bilan o'rganib, vatanimning mustaqillik tuhfa qo'shiman deb hammamiz irodamizni bildirdik. Alloh subhanahu va taolo shu irodamizga amal qilishni nasib qilsin. Va shu so'rindagi barliq o'quvchilarimizning o'zining bir musulmon Uyg'ur farzand ekanligi, o'zining Sharq Turkistondan iborat
muqaddas bir fatih bo'lgan islom tuproqiga tava ekanligi, u zaminda 35 million qon, jon, din qarindoshlarining kommunist tajovuzchi zolimlarning tumur tafini ostida ingrab yo'qilish girdoviga berib qolganligini hargiz unutmaslik kerak. Biz bir Uyg'ur bo'lib sifatimiz bilan, biz bir musulmon bo'lib sifatimiz bilan, aqallisi bir inson bo'lib sifatimiz bilan ularni qutqizish va islom tuproq bo'lgan zaminimizdan tajovuzlarni qo'g'lab chiqarish va shundaqla shu zaminimizda o'zimizning mustaqil Sharq Turkiston davlatini qurish majburiyati bizning ustimizga milliy va diniy jihatdan yuklangan. Her bir adam bunu her bir tınıkıda, her bir minutlarda unutmaslik kerak.